Aka, assalomu alaykum. Va alaykum Sog'ligingiz assalom. yaxshimi? Charchamayapsizmi? Suyimsiz? Charchamayapsizmi? Aka, ishlarni aksiyaga qo'ydim deb katta gapirayotgansizmi? Iya, ko'rsatamiz mana. Ariz etamiz? Bemalol, bir chekkadan chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Qo'lni bu yerda laminatlilarimiz bor, MDF'lilarimiz bor. Aksiyaga qo'yilgan bir chekkadan o'zini narxini, undan tashqari aksiya narxi bilan bemalol tanishishingiz mumkin. Olasiz bemalol. Qani, bitta tanishtiringchi. Xo'p, bu yerda hozir eng trendga chiqqan hayteklarimizdan orada uzilish bo'lib qoldi. O'zi yana boshlandi. Inshaalloh bir ikki kunda tayyor bo'ladi. Bemalol bog'lanib, zakaz berish mumkin. Bu yerda hozir MDF'lilarimiz bor, undan tashqari. Tumbichkali mana. Bu chekkadan ko'rsatib berasiz sizga. Xo'p, bu tumba bo'ladi. Buni xizmati mana bitta tumbichka eshikda tortmasi bor. Undan tashqari yonida lulkamizni oldida panjarasi tepa pastga tushib chiqqan. Nimaga sabab ayollarda bo'yiga moslashgani. Bo'ladi, olib qo'ying. Undan tashqari tumbichka bilan lulkani pastga olsa, tayda kravat bo'ladi. Tayda kravatda 3 ta tortmasi bor. Undan tashqari shkafimiz 3 qanotdan iborat. Tayda 2 ta tortmasi bor. Shkafimiz endi 1.20 balandligi 1.95, yonboshlari 40 sm. Manejlarimiz razmeri общий 1.70 ga, yonboshi 65 ga bo'ladi. Bunimiz endi crashing holatda, oldi fasadi. Undan tashqari eng trendga chiqqan hayteklarimiz tayyor bo'lyapti. Mana ko'rishinglarimiz, ularimiz endi eshiklari ochiriladi inshaalloh. Bularimiz xohlasa 1-2 kunda tayyor bo'ladi. Shundan aloqaga chiqib zakaz berishlari mumkin, chunki bularimiz tayyor bo'lishiga ular bo'ladi. Kapuchinoga maloshniy oldi fasad kombinatsiya bo'lgan bo'ladi. Masalan, shuni yozsanglar Telegramda rasmlarni tashlab beramiz. Chunki buni ko'rganlar ham biladi o'zlari. Oldi fasad maloshniy, yonboshlari kapuchino. Endi ko'rsatganmiz. Bunimizda xuddi shu razmerda 1.20, yonboshi 39-40 sm bo'ladi, balandligi 1.95, qoshlari bilan bo'ladi. Yana nimani tushuntirib beray sizga? Aka, bular tezda tugab qolmaydimi? Xudo xolasa, tugashiga yana orqasidan uziliksiz chiqarishga harakat qilamiz, chunki orada uzilib, MDF'larimizga o'tib qoladi, yana boshqa ishlarimiz, stranissamizga o'tsanglar, polni yana to'la mebellarimizni joylab borganmiz. O'zingizlarga kerakli narsani shunday zakaz qilib, zakaz berishingiz mumkin. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Faqat dastavka puli masofasiga qarab qo'shiladi. Ha, inshaalloh bularda tayyor tugab qolmaydi. Xudo xolasa, uzilish bo'lmaydi. Ulargacha tugatmaslikka harakat qilamiz. Ularimiz tugasa yana yangi partiyalarimiz chiqib boraveradi. Aka, yana bitta savol, aksiyamiz o'zgarmaydimi? Faqat ana narxda qoladimi? Yo'q, unisini bilmayman. Lekin hozirgi kunda aksiyaga qo'yganmiz, lekin sezon paytida masalan hamma narsa ham narxini oshadi. Tushunmadingiz. Sezonga yetib bo'lmasa, mana ishlaringiz tayyor bo'lganda narxlariga pul qo'shilib qolmaydimi? Siz biz yo'lda chiqargandek narxlarga yetkazib berasizlarmi inshaalloh? Hayteklarimiz 3 millionlik hayteklarimiz bundan oldingilar 2,5 million aksiyaga qo'yildi. Hozir 2 million 400 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Men tumbichkasi, lulkasi, haytek kravat bo'ladi, shkaf, 4 ta narsa. Undan tashqari ichiga nabor to'shaklarni qo'shib beramiz, pashonalarni birga beramiz. Ularimiz 3 millionligimiz 2,5 aksiyaga tushdi. Bu safargi 2 million 400 ming so'mdan bo'ladi xolos. 600 ming so'm pribul bo'lar ekanda. Inshaalloh. Masalan, u qanday kimgadir 600 ming so'm ham ozgina pul emas. Albatta. Pastda nomerlar qoldiramiz, shunday aloqaga chiqib aniqsanglar, to'liq ma'lumotlarni beraveramiz tushunmagan joylarini xolos. Aka, yaqin o'rtada masofasi bo'ladigan bo'lsa, kelib o'zlari ko'rib tanlasa bo'ladimi? Bemalol kelib tanlashingiz mumkin. Uzoqdagi masofadagilarga shunday rasmlarni tashlab beramiz. Xuddi mana shu narsa bo'ladi, chunki biz 2 yildan beri onlayn savdoga kirib boryapmiz. Undan oldin ham mebelni ichida edik. 2 yil bo'lyapti. To'liq onlayn savdo qilib O'zbekiston bo'ylab tarqatyapmiz. Qo'ldan kelgancha arzonroq chiqarib berishga, chunki yangiliklarimiz juda ko'p. Bularimizni 15-20 kun biror oy uzari bilan bularimizni upakovka pachka holatda shunday olib borib uyida egasi o'zi yig'ib oladigan xonasiga olib keladigan holatiga harakat qilamiz. Chunki polni shurtlarini teshik holatda shu uyga olib borganda uyda egasi o'zi yig'ib olsa bo'laveradigan xonasi kelib chiqadi. Shuni ustida ishlab boryapmiz. Qulaylik, yana ham qulaylik. Chunki butun holatda vohalarga sal qimmatroq boradi. Butun tayyor holatda. Shunda ham masalan vohanikidan ancha 100 dollar, 200 dollar cho'ntagiga foyda qiladi. Undan tashqari yana to'la 15-20 kundan keyin undan xonasi ham chiqadi. Bu narxiga jichcha qo'shilib qoladi, lekin uyga upakovka holatda yuk mashinada arzonroq borib qoladi. O'zi bemalol yig'ib olsa bo'laveradigan xonasiga kelib chiqadi inshaalloh. Qulayliklar zo'r ekan inshaalloh. Aka, tez kunda bularni bitgan holatga yana kelamiz inshaalloh. O'zingiz chiroyli qilib, bitta obzor qilib, xudo xolasa. Inshaalloh. Aka, ishlarga omad, charchamanglar.